Assalomu alaykum hammaga. Mana yangi robotchamiz kelgan. Sizlarga hozir shu robotimizni chiroyli obzorni qilib beramiz. Bu robotchamiz ismi Aylik. Bu offline rejimda 20 dan ortiq komandalarni bajara oladi. Bu robotchamiz bosh qismida sensorli knopka joylashgan. Shu knopka orqali buni emotsiyalarini boshqarsanglar bo'ladi. Bu aqlli robotimizni telefonga ulab ishlatsanglar ham bo'ladi. Telefonga ulash uchun buni maxsus ilovasi bor. Maxsus ilovasini yuklab olganinglarda bu o'zi avtomatik telefonga ulanadi va qo'shimcha AI funksiyasi ishga tushadi. Hi, Aylik. Hi again. I am always excited to see you. Bu robotchamiz AI funksiyasi ishga tushgandan keyin suhbatinglar bu bilan yana ham qiziqroq bo'ladi. Va hozircha bu robotimiz faqat ingliz tilida gaplasha oladi. Eng qizig'i, bu robotchamizni qiz bolasi ham bor ekan. Bular ikkalasi birlashganda funksiyalari yana ham ko'payadi. Kimga shunaqa robotchalarimiz qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga qo'ng'iroq qilishinglar yoki kommentariyada plus belgisini qoldirishinglar mumkin.